bitta uy qo'ysam 10 minutda sotildi. Mana shunaqangi uy yana bitta sizlar uchun topib qo'ydim. Abu Rayhon Beruni, Chorni parkka yaqin Zolotoy etaj 2-qavatda joylashgan 2 xonalik 60 kvadratlik xonamiz. Polni duxkontrni katyol turibdi. Har bitta xonasiga katta-katta batareyalar, katta-katta trezalar bor. Mana shu kattagina zali, mexki mebel o'zi bilan birga. Eng qizig'ini aytaymi? Asha dahshati Yevromontaj qilingan starichka domlarga bunaqasi yo'q hali. Operator chalg'imang. Tashqari taraf eshikdan kirganda to'rimizda mana shu yerda garderob shkofi bo'ladi. Eng qizig'i mana bu tarafda yana o'zini kladovkasi ham bor. Juda ham kattagina. Mana shu kattalar uchun yotoqxona, shinamgina hamma sharoit bor. Televizor LG turibdi, 9 pani divan turibdi, o'zini kompyuterni mana shu yerga mebelchalar turibdi. Yana katta batareyasi, trezasi bor 2-qavat. Mana shu katta sushulka, Avalon konditsioner ham bor. Eng qizig'ini endi sizlarga aytaman. Bunaqangisi gapni to'g'risi Vtarichkada yo'q. Mana endi bu общий sanuzel bo'ladi, operator. Oyoq tagimiz to'plipol qilingan, issiqgina operator chiqsangiz ham bilasiz. LG kir yuvish mashinasi, bu yerda yuvgan narsalarni tashlaydilar. Sharoit bor, Aristongacha bor. Faqat tez kelish kerak, ulgurib qolish kerak. Bu yerga kuxnimiz, mikrovolnovka, gaz plita, vichka, xolodilnik, bu yerga katta batareya. Mana bu duxkontrni katyol, mana bu. Mana bu esa panorama oyna deyiladi. Narxi 63500. Srochniga kelsaladingiz, yana ozgina savdosi ham bor. 63 pulim yo'q deganlar uchun 20 ming, 22 ming, 18 ming boshlang'ich to'lov bilan kelsalaringiz, xudo xolasa ipoteka ham qilib beramiz.